5 yildan keyin Lionstar'da ko'ryapsizmi? Logist bo'lib ishlashimdan oldin angliskidan o'qituvchilik qilib ishlaganman. Nima bo'ldiki, siz logistikaga o'tib ketdingiz? 1 soat uxlab qolganman, menejerim telefon qilgan. Lionstar'ga ishga topshirishingizga kim yoki nima sababchi bo'lgan? Men boshida pul topishni boshlaganimda har xil joylarga ishlatib yuborganman. Lionstar haqida bitta eng yoqadigan narsani ayta olasizmi? O'sha выгорание bo'lmasligi uchun men blog ochganman. 2 yildan beri ishlayotgan ekansiz. Pozitsiyangiz o'zgarganmi? Salom, o'zingizni tanishtiring. Meni ismim Nazokat, lekin ofisda social mediada Kylie deb tanishadi, angliskiy nickname bilan. Lionstar'da hozirda recruiting departmentda HR specialist bo'lib 2 yildan beri ishlayman. Logistika sohasiga kirganingizga qancha bo'ldi va bu sohadan oldin siz nima ish qilardingiz? Уже 19 yoshdaman, 2 yildan beri ishlab kelaman. Logist bo'lib ishlashimdan oldin angliskidan o'qituvchilik qilib ishlaganman. Necha yil davomida o'qituvchi bo'lib ishlagansiz? Примерно месяц ishlaganman, 2 mesyatscha. Universitetga kirganimdan keyin Lionstar'ga ishga kirganman. Ikkita ishni taqqoslaganda qaysi birida sizga ko'proq nima deydi? Yoqadi, plus minuslari. O'zi ikkalasida ham plus minusi ko'p, lekin o'qituvchilik bilan logistlikni solishtirganda bo'lak komfortniroq ish logistikada. То есть bu yerda men onlayn telefondan aloqada turaman driverlar bilan, o'qituvchi bo'lib ishlasam, prям face to face bo'lib xarakteriga ko'nikishim kerak. Sizni anaqangizga, tabiatingizga ko'proq logistlik komfortliroq ekan. Da, komfortliroq bo'ladi. O'zi nimaga logistika? Mana siz bir oy o'qituvchi bo'lib ishladingiz. Nima bo'ldiki, siz logistikaga o'tib ketdingiz? Logistikada o'zi angliskini ko'p ishlatilgani uchun menga bo'lib mosroq ish bo'lgan. Universitetga kirganim uchun одновременно o'qish bilan ish olib ketgan vaqti to'g'ri kelgan. То есть kechasi ish, ertalab o'qish. Lionstar'ga ishga topshirishingizga kim yoki nima sababchi bo'lgan? O'sha voqea bo'lganmi, qanaqadir aytib bera olasizmi? Da, bu yerda men o'zim akam ishlaydi, dispetcher bo'lib, brat. Ular meni refer qilib tavsiya qilgan, men rezyume topshirganman. Rezyume orqali intervyuga chaqirishgan. Imtihondan o'tishingiz qiyin bo'lmaganmi? Yo'q, unaqa qiyin bo'lgan deb ayta olmayman, chunki o'zi doim sertifikat kerak bo'ladi angliskidan. Intervyu qilinadi, o'shalarga yaxshi javob bera olasiz, ishga olishadi. Kutuvlaringiz qanaqa bo'lgan Lionstar'da? Oldin bunaqa katta kompaniyada ishlamaganman. Bu yerga kirganimdan keyin menga rosa ham yoqgan. Odamlar, kollegalarim, mitinglar har xil, team up bo'lish, bular hammasi menga yoqgan. Lionstar haqida bitta eng yoqadigan narsani ayta olasizmi? Bitta narsa, что mana ertalab siz turganingizda mayli isham, mayli asab buzarlik ham mayli shu uchun kelaman deysiz. O'zi ishda menimcha eng katta rol o'ynaydigan bu kollegalar bo'ladi. To есть siz kollegalaringiz yaxshi bo'lsa, o'zingiz ham ishingizni yaxshi ko'rib qilasiz. Bizda kollegalar juda ham yaxshi chiqishadi bir-biri bilan. Katta kichikmi farqi yo'q. Family anaqasi bor, sizlarda vibe bor. Qanaqadir voqea aytib bera olasizmi? O'zingiz esingizda qolgan shu narsani eslab, balki jamoaviy, balki o'zingiz kularsiz. Unaqalar rosa ko'p bo'lgan. Boshida ishga kirganimda, короче, nima bo'lgan? Одновременно universitetda o'qib ishlaganim uchun bir kunda 3-4 soat uyqu bo'lardi-da menda. Keyin bir kuni menejerimga men ozgina dam olay deganman, ikkinchi etajga chiqib, просто o'tirganman telefon o'ynab, joyimda uxlab qolganman. 1 soat uxlab qolganman, menejerim telefon qilgan, men olmaganman, ko'tarmaganman, ular xavotir olgan. Keyin pastga tushganimdan keyin da Kaliyani uxlab qoldingizmi degan. Buni holat rosa ko'p bo'lgan menda. O'shandan birinchi marta anaqa nima deydi? G'alati bo'lgan ekansizda, to'g'rimi? O'zingiz situatsiyangiz tushunmay qo'rqganman ozgina, charge bo'lsam kerak deganman, lekin uni to'g'ri qabul qilgan, tushungan. Bizani xalqimizda qiz bolalar uyda o'tirish kerak degan narsa bor-ku, uyda o'tirish kerak, tam ovqat qilish kerak, kir yuvish kerak va hokazo. Siz tем более ishdasiz, plus logistikada ishlaysiz, ya'ni rejimingiz odatiydan boshqacharoq bo'lishi mumkin. Shunga uydagilaringiz qanaqa qarashadi? O'zi logistikada ishlash meni uyimdagilardan chiqqan ideya. Angliskini bilasan-ku, qiynalib boshqa joylarda ish qilgandan ko'ra o'tirib kompyuter yonida ishlashing senga osonroq bo'ladi deb aytishgan. Ulardan chiqqan ideya. Tayyor angliskini bilasan. Podдержка qilishgan ekan. Da, o'z uyimdagilar podдержка qilib aytishgan. Mana siz hozir mana ishlayotgan pozitsiyangizni aytdingiz-ku, sizlarni tepangizda turadigan yana bitta menejer bormi yo siz o'zingiz как mustaqil xodimmisiz, который только shefga anaqa beradigan, отчет beradigan? Yo'q, bizda hamma departamentda o'zini menejeri bo'ladi, lekin interesant tomoni u menejer sizdan katta ham bo'lishi mumkin, kichkina ham bo'lishi mumkin. Yosh tomonlamami yo pozitsiya tomonlamami? Yo'q, yosh tomonlama yoki katta yoki kichkina bo'lishi mumkin, lekin даже menejer bo'lsa ham
doim timga, xodimlarga qo'shilib yurishadi. Bizga aytishdi, sizni shaxsiy blogingiz bor ekan. Aynan logistika, ingliz tili, shu logistikadagi qiz bolani hayoti haqida gapiradigan. Shu bo'yicha aytib bersangiz, nimaga boshlagansiz, qanaqa boshlagansiz, ishingizga qanaqa plyusi bor buni? Linestarda примерно 1 yilcha ishlaganimdan keyin уже hobbi nimadir qilgim kelgan, yengillik, blog ochganman. Keyin blog ochganimdan keyin ko'pchilik "Voy, logistikada ishlaysizmi?" deb qiziqgan. Keyin menga ideya kelgan logistika haqida video blog qilish. Shundan keyin rosa ko'pchilik qiziqgan, zaprosimga qanaqa qilib ishga kirsam bo'ladi, qayerda ishlaysiz, shunaqa savollar ko'p bo'lgan. Blogimni davom ettirib ketganman. Ishxonadagi boshqa xodimlar, do'stlaringiz qanaqa qarashgan bunga? Boshida men o'zim ozgina shay bo'lganman. Boshida unchalik e'tibor bermaslikka harakat qilganman, lekin o'zi ham pozitivniy bo'lgan. Nabarot, menga 2-3 ta o'rtoqlarim shu logistikadagi kelib, "Qayli qanaqa blog olyapsiz, menga o'rgating, men ham video olmoqchiman" deb ko'pchilik aytishadi. Ishxonada ham mendan tashqari shunaqa o'zini blogini yurgizadiganlar bor. Prosta ko'p joyda xodim agar shaxsiy blogini boshlab, bu shaxsiy blog muvaffaqiyatli bo'lib ketsa, ish egasi, ya'ni ish beruvchi menejerlar qo'rqadi-da. Bu hozir rivojlanib, mendan o'tib ketib qoladi yoki bu rivojlanib hozir reklama olib, pulga to'yib qoladi-da, kompaniyaga yaxshi ishlamaydi deydi. Shaxsiy brend olishni nima deydi? Shaxsiy brend rivojlantirishni tarafdori bo'lmaydi. Hatto открыто bu haqida aytmaydi. O'zimizda HR menejerimiz ham aytadi, "Qayli blogingiz yaxshi ketyapti, xohlasangiz biz bilan ham video olaylik", shu xil narsalar chiqadi. Logistikada o'zi yaxshi ishlagan odam, mana sen bo'lsangiz 2 yildan beri ishlayotgansiz, qog'ozga o'rab aytaylik, yomon pul topmaydi. Bu moliyani ishlatishingizga, manage qilishingizga uydagilaringiz qanaqa qaraydi? Men boshida pul topishni boshlaganimda har xil joylarga ishlatib yuborganman, kichkina narsalarga. Keyinchalik o'zim doim universitetga kirishdan, ishga kirishdan oldin independent bo'laman, o'zim pul topaman degan narsa kuchli bo'lgan. Keyin pul topganimdan keyin uyimdagilar "Mana o'zi pul topolsan, endi o'zingni eplashni boshla" degan. Bu investitsiyani men universitetga, kontraktimga, yaqinda prava oldim, pravaga, shunaqa narsalarni o'zim cover qilaman. Zo'r. O'z ustingizda ishlayotgansiz-da, pul qanaqa bo'lsa. Qayerda o'qiysiz? TMC universitet, TMC Singapur universiteti. Singapur universitetining ichidagi TMC Singapurda ochilgan universitet, bizda Toshkentda ham ochilgan. ishdan bo'sh vaqtingiz nima qilasiz? Hobbi bormi qanaqadir? Выгорание bo'lmasligi uchun. O'sha выгорание bo'lmasligi uchun men blog ochganman. Odamlar navbat blogdan выгорание bo'ladi-yu. Yo'q, menga o'sha rosa поддержка bo'lgan. Oldindan shunaqa sotsetiga vloglar qo'yishga qiziqganman, lekin boshlamaganman. Interesan tema ham bo'lmagan qo'yishga. Logistikaga kirganimdan keyin shu narsani qo'yishni boshladim. Menga nabarot motivatsiya bo'lgan bu narsa. Boshida qiyin bo'lganmi o'zingizga, qanaqa tam o'zingizga o'zi yoqmasdan videolaringizni o'chirib bo'lgan shunaqa? Yo'q. Menda bularning rosa ego baland bo'lgan. Qanaqadir odamlar nima deb o'ylaydi, bu haqida o'ylamagansiz. Yo'q, masalan, kimdir blog ochganda kollegalarini, yoki qarindoshlarini birinchi bloklaydi-ku. Yo'q, men hamma borincha qabul qilsin deb shunda ochganman. Amerikaga ketishga qanaqa qaraysiz? Amerikaga ketib ishlab, yashashga unchalik qiziqmayman to'g'risi. Sizga O'zbekiston yoqadi. Da, menga yoqadi hozir Toshkentda. Uyimdagilarning yonida menga bo'lak komfortliroq. Chunki bitta o'zim yurganimdan. Sayohatgacha. Da, xohlayman, конечно. Sherwoodga chiqdingizmi, kстати? Da, yaqinda Sherwoodda team building bo'ldi. Men bunisiga bora olmadim bu safar. Bizda qarindoshimizning to'yi bo'lib qoldi. Lekin undan oldingi yil qishda, yozda hamma team buildinglarga borganman. Qanchalik bu sizga nima desa bo'ladi? Ishingizga ta'sir qiladi bu team buildinglar borligi? Balki sizga вообще ob-havo qilmas bu. Yo'q, team building hammaga yoqadi, chunki team buildingda siz o'zingiz tanimagan boshqa departamentdagi odamlar bilan tanishasiz, ular bilan gaplashib ko'rasiz, o'zingizni sohangiz bo'yicha. Komandani ham yaqinroq bo'lishga rosa yordam beradi. Siz shunday ishingiz odamlarni ishga olish logistikaga, to'g'rimi? Hiring bo'lyapti. Meni ishim o'zi ko'pchilik recruiting deganda unchalik tushunmaydi, HR deganda ofisga odam olish deb tushunadi. На самом деле bu shu tracking kompaniyaga driverlarni hire qilish. То есть dispetcherlar load topib beradigan driverlarni recruitingdagi xodimlar olib keladi. Aloqa qiladigan odamlar, o'sha gaplashadigan odamlar, kommunikatsiya qiladigan odamlar Amerikada. Ular har xil millat. Qanchalik qiyin bo'ladi ular bilan kontakt topib olish. Masalan, mana shu driver bizga ishga kirmoqchi, gaplash deyiladi, to'g'rimi? Gaplashib, dannilarni ol, bizga to'g'ri kelsa ishga olamiz. Qanaqa bo'ladi shu protsess? Telefon qilib nimadir deysizmi yoki birinchi mail jo'natasizmi? Driver olib kelish bilan oson ish deb ayta olmayman, chunki hammasi har xil millat bo'ladi deb o'zingiz aytdingiz-ku. Kimdirlar haqiqiy amerikan bo'ladi, haitiylik, o'zbek, ruslar bo'ladi. Ularning hammasini xarakteriga moslashish kerak. Kimdir injiq, kimdir oson chiqishib ketadi. Protses qanaqa bo'ladi? Gaplashishimiz 10 minutdan 30-40 minut, ba'zida 1 soatgacha vaqt oladi.
chunki ularga kompaniyani полный detalni tushuntirib berish kerak. Ular dokumentlarni tashlab beradi rozi bo'lgandan keyin u dokumentlarni olib biz safety departmentga tashlaymiz, чтобы ular violationlari, backgroundda qanaqa driver, qanaqa kompaniyalarda ishlagan tekshirgani. Bo'lganmi holatlar qaysidir driver bilan gaplashyapsiz, injig'iligi, xarakteri yoki biron bir uni ham sizni ham настроениеңiz bo'lmagani tufayli urushib ketganingiz? Yo'q, iloji boricha urushmaymiz. Chunki baribir siz kompaniyani yuzi bo'lib chiqyapsizda, unaqa narsalar mumkin emas, o'zi noto'g'ri bo'ladi. Ba'zi driverlar bo'ladi, agar siz nimadir noto'g'ri gapirsangiz, ular даже sudga berish mumkin-da kompaniyani. O'shaning uchun zapis qoladi, to'g'rimi? Da, doim zapis turadi, ularda ham, bizda ham. Telefonda. O'shaning uchun unaqa narsalar bo'lmaydi. Agar chiqisha olmasak, o'sha driverning nomerini olib boshqa rekruterga beradi, u boshqalardan gaplashib ko'radi driver bilan. Qaysi millat vakili bilan endi baribir o'zingiz bilasiz-ku bu narsani. Sizda yaxshiroq nima deydi, shu qanaqadir shu driver bo'lsa, shu millat vakili bo'lsa, siz ishingiz osonroq bo'lishini bilasiz. Agar driver haitilik bo'lsa, osonroq bo'ladi, lekin prям native speaker American bo'lsa, liba rus bo'lsa, qiyin. Ular juda ham detalni hamma narsani ipidan ignasigacha faktma-fakt so'rab oladi. O'shaning uchun qiyin. Nega aynan Haiti? Ular nimaga oson? Haiti ular juda ham pozitivniy odamlar bo'ladi. Sizni xarakteringizga moslashib, kulib, yaxshi gaplashadi. Ingliz tili darajasi balki pastroq bo'lganigadir. Yo'q, ularniki yaxshi bo'ladi. Haitilik ispan driverlar rosa ham yaxshi gaplashadi. Sobiq soyuz davlatlaridan chiqqan haydovchilarchi, ya'ni Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston, ular bilan qanaqa особенности borki, mayli, ularni отличать qilib turadi. Siz как ular bilan gaplashadigan odam sifatida ayta olasizmi? Masalan, o'zbeklarni ko'pchilik aytadi, chiqishim qiyin deb kimdir gaplashib ko'ring, sizda bir-biriga aytishadi-da. Nima uchun o'zbeklar bilan gaplashish oson? Rus boshqa millatga keladigan bo'lsa, ular как будто davlat ishida ishlaydigan savol-javob qilishadi-ku. Viza olayotgandek gaplashasiz. Da, shunaqa gaplashishadi. O'zbek driver tushsa o'zbekcha gapiraverasizmi ularga? O'zbekcha gapiramiz, lekin o'zbekcha gaplashgandan keyin bitta angliskiy levelni tekshirib olamiz. Chunki angliskiyni bilmasa, o'ziga ham bizga ham qiyin bo'ladi, minusimizga ishlaydi. Mana shu haqida ham gaplashaylik. Mana aytaylik, driver ishga olindi va kelib chiqyaptiki, u qanaqadir sizlarni imtihoninglardan o'tib ketgan, lekin u inglizchani bor yo'q 20% ga biladi. Bunda qanaqa muammolar bo'lishi mumkin yo'lda? Oldin ko'p tracking kompaniyalar u narsaga unaqa serьезно qarashmasdi, olishaverardi. Lekin yaqinda qonun chiqqan Amerikada, to что har bitta truck driver angliskiyni yaxshi bilishi kerak. Agar yo'lda nimadir problema chiqib qolsa, ularni militsiya to'ssa, mashinasini ular bemalol hamma narsani объяснить qilish kerak. Agar ular объяснить qila olmasa, ularning dokumentiga violation tushadi va kompaniyaning safety score ham oshib ketadi. U ikkalasiga ham minus. Yaqinda bitta holatni ko'rdim, siz ham menimcha aniq ko'rgansiz. O'zbekistonlik driver amerikanskiy bir futbolist amerikalik bolani urib ketganmi mashinada, avariya bo'lganmi, ko'rdingizmi? Yo'q. O'zbekistonlik driver sudda oqlangan. Hamma dokumentlari bo'lgani uchun. Realniy katta avariya bo'lgan o'tda. Ya'ni o'sha futbolchi bola sportkarda, ya'ni yengil avtomashinada yurayotgan bo'lgan. Men tushunishim bo'yicha driver o'sha orqasidagi traki bilan razvorot qilayotgan bo'lgan, yo'liga chiqqan, urgan uni. U o'lgan. Anaqa futbolist. U yoqda katta sud bo'ldi. O'sha sud bo'lishidan oldin 2 haftacha menimcha jailda bo'ldi anaqa o'zbekistonlik driver. Uni prям oqlab chiqarib yuborishdi suddan. Nimaga? Uni hamma dokumentlari joyida ekan, inglizchani cho'tki bilar ekan, lekin brat yuzini ko'rsa anjalli bratda. Umuman ingliz tilini biladi deb o'ylamaysiz-da. Unaqa problemalar o'zi aniq bilmayman nimaga unaqa oqlanib chiqib ketgan, lekin bu narsa tracking sohasida ham rosa ko'p bo'ladi, avariyalar. Chunki ko'p driverlarni backgroundini tekshirganingizda, u yerda pistolet olib yurish mumkin bo'lgani uchun ko'pincha problemalar kelib chiqadi. Unaqa driverlarni hamma ham qabul qilavermaydi kompaniyaga. Yaxshi mavzu ko'tardingiz. Masalan, siz ishga olgan driver avariya bo'lsa, uni sizga bog'liqli joy bo'ladimi? Menimcha, скорее всего, bo'ladi, lekin u bilan safety bilan insurance department shug'ullanadi. Nima muammolar bo'ladi ishda? Kundalik balki bir oyda bitta, balki yarim yilda bitta bo'lib qolar. Shunchalik muammo bo'ladiki, shu aynan ish mobaynida shu mana shu narsasi uchun ishlagim kelmaydi deydi bu odam. Misol uchun mana bizada klient bilan gaplash, ya'ni muzokara qilish. 5-6 marta muzokara qilishingiz mumkin-da. Klient просто siz vaqtingizni ketkazadi, qimmat ekan deb ketib qoladi. Sizda shunaqa muammo nima bo'ladi? Asabingiz o'ynab bo'ladi, so'kkiz keladi. U narsa rekrutingda rosa ham ko'p bo'ladi. Ko'pchilik rekruting deganda yengilroq qaraydi, osonroq, просто gaplashadi, olib kelsa bo'ldi. Gaplashishga oladi deb o'ylaysiz. Da, но на самом деле agar driver ishi boshlagandan keyin
nimadir bo'lib dispetcher aytgan lotni olmasa, liba kompaniyani deductionlari ko'proq bo'lib ketgan bo'lsa, driver rekruter menga shunaqa deb tushuntirgan deb yolg'on gapirib yuborishi mumkin. Sizni bahona qilib yuboradi. Da, u juda ham ko'p bo'ladi. O'sha momentda siz nima qilasiz? O'sha momentda dispetcherlar rekruterlarga chiqadi, shuni tushuntirganmisizlar deb uni isbotlash uchun o'sha telefonda yozib olgan zapislarni tashlab beramiz, o'zimiz oqlagani. Dispetcher ham driver bilan shundan keyin gaplasha oladi. Ko'p narsada o'sha rekruter menga tushuntirmagan deb yolg'on gapirib yuborishi mumkin dispetcher deyman, driver. Sizda ham xuddi mana bu dispetcher, updaterlardagi ishingiz bir kunlik bo'lsa, bir 24 soatda oladigan bo'lsak, 3 ta smen bor-ku bo'ladi. Sizda ham shunaqami yo siz ertalab 9 dan 10 gacha ishlaysizmi, to есть 8 soatli ishmi sizda? Yo'q, bizda ikki xil smen bor rekrutingda. Birinchisi bu O'zbekiston vaqti bilan soat 6 dan kechasi 3 gacha. Ikkinchisi after hours, bu kechasi примерно 2 dan ertalab 11 gacha. Siz qaysida ishlaysiz? Men ikkalasini ham ishlab ko'rganman. Lekin after hours bo'la qiyinroq. After hoursda bitta yoki 2 dona rekruterlar ishlaydi. O'shaning uchun ofisda ham unaqa shovqin bo'lmaydi-da. Просто tinch bo'lgani uchun uyquga tortadi. Ya'ni muhit muhim ekanda bu yerda. Nimaga made up name qilasizlar? Sizni o'zingiz ismingiz bor, haqiqiy. Chiroyli ismingiz bor-da, tam Gulchapchap emas. Sotsunda yura olmaydigan ismlar bo'ladi-yu, tam O'g'ilbek emasda ismingiz. Nimaga made up name ishlatasizlar? Made up name bu o'zi birinchi o'rinda driverlar bilan gaplashamiz-ku. Nazokat siz tanimaydimi? Nazokat desam, amerikaliklar nazokat deydi-ku. Baribir ularda ham diskriminatsiya degan narsa bo'ladi ba'zi driverlarda. Siz qayerdaksiz, u sizning millatingizni bilmaydi, normal gaplashaveradi. Скорее всего, yaxshiroq gaplashadi, chem o'zbekcha shunaqa ism aytgandan ko'ra. Native speakerlar ko'pincha shunaqa discrimination ko'p qilishadi. Lekin agar masalan haitilik shunaqa ispan driverlar bo'lsa, ular normalni qarashadi. Haitiga muhabbatingiz boshqacha ekan. Yo'q, ular pozitivniy odamlar-da. Siz ruslar bilan bitta gaplashib ko'ring, вообще sud qilgandek qilib gaplashishadi. Kirchiqirlariga kirib ketadi. Da, u slishkom bosh tortib yuboradi. 2 yildan beri ishlayotgan ekansiz. Pozitsiyangiz o'zgarganmi? Shu 2 yil davomida, misol uchun, qaysi pozitsiyaga keldingiz, o'sdingiz va boshqa pozitsiyaga o'tdingiz yo o'sha pozitsiyada ishlayapsizmi hali 2 yildan beri? Boshida kelganimda CTL Hire departamentida ishlaganman. Bu outsource kompaniyalarga driver hire qiladi. U yoqda примерно 1,5 yilcha ishlaganimdan keyin Linestar o'ziga driver olib kelganini rekrutingga chiqqanman. Undan oldin outsource ishlardim. Hozir faqat o'zimizning kompaniyamizga servis ko'rsataman. Hozir qo'lingizda qanaqadir yangi xodimlar ishlaydimi yo? Yo'q, men o'zim rekruting departamentida ishlayman. Qanchalik sizni shu kompaniya o'stirdi deb o'ylaysiz? В плане и личности, ya'ni shaxsiyat sifatdan ham, и professional sifatdan ham qanchalik Linestarga kelib o'sdingiz? Linestarga kelishimdan oldin odamlar bilan ham chiqishib keta olmasdim. Juda ham introvert odam bo'lganman. Lekin ishga kirganimdan keyin o'zimning soham bo'yicha kollegalarim bilan gaplashib, driverlar bilan shunaqa kommunikatsiya skilllarim oshgan. Hozir bo'la chiqishib ketishim osonroq shu tomonlardan. Adaptivniy introvert bo'libsiz-da. Da, shunaqa. Kelajak haqida gaplashaylik. O'zingizni 5 yildan keyin Linestarda ko'ryapsizmi va qanaqa pozitsiyada ko'rishni xohlardingiz agar Linestarda bo'lsa bu kelajagingiz? Linestarda bo'lsa, menga hozirgi soham yoqadi, recruiting. Lekin men 5 yildan keyin ko'raman deb ayta olmayman, chunki baribir bilmadim. Lekin hozirgi kelajakda masalan 1-2 yilda o'zim Linestarda ko'raman, lekin keyingi 5 yilda aniq ayta olmayman. O'rtoqlaringiz bormi? Logistikadan tashqari ishxonadagi o'rtoqlar bo'ladi, tashqaridagi kursdosh, sinfdosh, mahallada qanaqadir o'rtoqlar bo'lishi mumkin. Ularga Linestarni qanchalik tavsiya bera olasiz agar ular mana ishlaydi? Linestar o'zi ko'p tavsiya berganman ko'p o'rtoqlarimga, lekin ko'pchilik logistikaga kirishdan oldin o'ylanadi. Uyqu kam bo'lsa-chi, stress bo'lsa-chi, qanaqa qilib eplayman deb ko'pincha o'ylanishadi, lekin ko'p tavsiya berib ko'rganman. Logistika sohasi va shaxsan Linestarga ishga kirmoqchi bo'lgan yoshlarga qanaqa maslahat bera olasiz? Nimani nazarda tutishsin? Imeyte в виду deydi ruschada. Или nima desa bo'ladi? Shu narsani maslahat beraman deb turib, qanaqadir delni maslahat bersangiz, endi videoni o'sha yangi ishga kirayotganlar, YouTube'da ko'rayotganlar ko'rib aytadi, mana shularga o'xshagim kelyapti degan narsa bo'lish uchun. Birinchi o'rinda ko'p o'ylamasdan birinchi intervyuga rezyume topshirib ko'rishni aytgan bo'lardim, chunki hamma ham birinchi step qila olmaydi-da, qo'rqadi. Birinchi o'sha rezyumesini topshirib qo'rqmasdan, o'zini personality'sini ochiq ko'rsatish kerak, shy bo'lmasdan.
Komanda ham borligicha qabul qiladi u odamni. Ya'ni chiqishib ketishi juda oson bo'ladi, faqat birinchi qadamni o'zi qilish kerak. Chiqishib ketish oson bo'ladi, просто birinchi stepni qiladi, и всё, u yog'ini olib keta olmaydi. Sizlar bilan hammasi Lionstardan boshlangan rubrikasi edi. Agar videomizni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, izohlarda yozib qoldiringlar. Qaysi Kayli bergan insight sizlarga yoqdi, yangi bo'ldi sizlar uchun va albatta videoni logistikada ishlaydigan va shu sohaga kirmoqchi bo'lgan do'stlaringizga yorib qo'yinglar.